Rus tili o'zi til o'rganish har doim muhim deb hisoblayman. Ingliz tili, rus tili bu dunyo tillari. Tillarni o'rganish bu chetda chiqqanda, sayohat har tarafdan yordam bo'ladi. Здравствуйте, меня зовут Сабахат, мне 18 лет. Я учусь в университете на втором курсе, и я изучаю русский язык уже 3 месяца в дата. Menga yoqqan tarafi razgovor uchun ko'proq fokus berilgani. Ko'pchilik podkurslarda asosan qog'ozlarda yo bir daftarlarda yozma tarzda bo'lgani uchun menga yoqmas edi. Razgovorga e'tibor berilgani menimcha asosiy xususiyat deb o'ylayman. Rus tilini beraga emasdan почти bilmas edim. Lekin beragandan keyin 3 oy mobaynida o'zimda o'zgarishlar kattaligini his etdim. Grammatikada, razgovorda va kinolarda tushunish ancha yaxshilashdi. Nachun datani tanlaganman? Datani o'zine yarasha muhiti bor, kirgandagi atmosferasi boshqacha ta'sir beradi odamga. Kelajakdagi orzularimdan biri chet elda o'qish va bunda erkin suhbat aytish katta rol o'ynaydi. Shuning ham kelajakda tillarni yaxshi o'rganib va zamonaviy kasbni ham yaxshi o'rganishni